Aka, ozgina realniroq narx ayting. 50 millionni bor, bilmayman, bir qattanga oz. 50 million bo'ladigan narx. Mana ovozlarini qarang. Aka, unaqa qilmay, hozir mabodo baraka qilib qolsangiz sotolmay qolaman. Aka, kumush, gap yo'q, 925 proba hammasini ko'rib chiqdim. 5 kilo kumush bor dostlar. Aka, mana qarang. Bundoq hisoblaylik. 3 ta dona qoshiqingiz. Aka, mana qarang, 100 gram ham chiqmaydi, 78 gram chiqadi. Siz bu yerda 5 kilo, aka, 1 kilo bo'lsa, sal oshiqroq kumush bo'lishi mumkin. Bo'lsa 1 kilo bo'lishi mumkin, aka. Mana bularni tushuntirdimmi sizga? Mana bu nirjaveyka bo'ladi, faqat sof kumush bo'ladi deb. Bitta narsani tushuning. Bu narsalarni dodamizga gap yo'q, aka. Unisidan oddiy odam emas-da, seryozni odamga sovg'a qilingan. Bu odamlarga beriladigan narsa emas. Tushundim, aka. Men siz tushunib turibman. Siz so'rayotgan narx. Bunaqa narsa. Yo'q, aka, bundan bor, to'g'ri, kami bor odamlarda. Xo'p, aka, bundoq qilaylik. Aytgan narxingga 5 million qo'shib beraman, to'g'ri kelsa, aka, 15 million emas, 20 million qilib beraman, tekis. Agar to'g'ri kelsa, bu bo'lsa menga 50 millionga qiziq emas, aka. Sizlar ham to'g'ri tushuninglar, vobshe qimmatroq so'rasizlar. 20 million bo'lsa, pulini beraman, aka, baraka qilamiz. Mayli, bera qoling, aka, biz ham. To'g'ri keladimi 20 million? Rozimisizlar, aka? Endi aka, men misol yomon narx berganim yo'q-da, mana 20 million sanaverasizlar. Prosta 50 million ozgina nerealniroq-da bunga, aka, 50 millionga sotolmaymiz ham. Okey. Sog' bo'ling. Okey? Charchamaylik, sog' bo'linglar. Xo'p, o'rtoqlar, agar sizlarning ham mana shunaqa kumush naboringlar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, shaxsan o'zim qimmat olib qolishga harakat qilamiz.